bid'atning yaxshisi bor degichilarga raddiya davomi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda dehqonlarga Şeyh Salim al-Hilali hafizahullohning bid'at va uning ummatga sağgan ziyonlari risolasidan bid'atning yaxshisi bor degichilarga raddiya temasining davomini o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Shundoq bo'lgan ekan, kim bir yo'l ochsa degan so'zning ma'nosi kim bir sunnat paydo qilsa emas, balki kim sunnatga amal qilsa deganlikdir. Ikkinchidan, kim yaxshi bir yo'l ochsa, kim nachar bir yo'l ochsa hadisini yangi bir sunnat paydo qilish deb izohlash qat'iy to'g'ri emas. Chunki bir ishning yaxshi yomon bo'lishi yanala shariat orqali ma'lum bo'ladi. Chunki bir ishning yaxshi yoki yomon ekanligi faqatla shariat tarafidan belgilandi. Bu jihatda aqlliq bo'lishning hojati yo'q. Ahli sunna va jamoat mazhabining manhaji mushudur. Faqat bid'atchilar nimaning yaxshi va nimaning yomon ekanligining, ya'ni Qur'on sunnatdan iborat ilohiy dalil orqali emas, aql orqali belgilanadiganligini da'vo qilishidir. Hadisda tilga ilingan yo'l, ya'ni sunnat iborasining shar'iy nuqtasidan ya yaxshi ya yomon bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun yaxshi yo'l hukmi faqat ashu hadisda tilga ilinganidek sadaqa berishga o'xshash shariatda belgilangan sunnatlar uchunla qo'llanildi. Nachar yo'l iborasimi shar'iy nuqtadan gunoh ekanligi aniq bo'lgan qilmishlarni ifodalaydigan umumiy hukmdir. Adam alayhissalomning o'g'li to'g'risidagi hadisda zikr qilingan qotillik qilmishimi buningga dalildir. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chunki qotillik yo'lini tunji bo'lib ochgan kishi shudur degan. Sahihul Buxoriy 3335 hadis. Sahihul Muslim 1677 hadis. Buningdan sirt nachar yo'l iborasi bid'atlarni o'z ichiga oladi. Chunki bid'atlarning shariatda ayiblanganligi ma'lumdir. Shuning bilan bir vaqtda yaxshi yo'l, ya'ni sunnatning echilishi, sunnatlarning tark etilishi sababli unutilgan ma'lum bir amalning insonlar orasida qaytadan terildirilishini ko'rsatadi. Masalan, davrimizda har qanday biraylan tark etilgan bir sunnatni terildirsa, buning uchun yaxshi bid'at qildi deyilmasdan bir yaxshi yo'l ochdi, ya'ni bir sunnatni terildirdi deyiladi. Shu vajidan go'zal yo'l, ya'ni sunnat asli sahih dalillar orqali shariatda belgilangan bo'lsa-mu, kishilar tarafidan tark etilgan va keyin terildirilgan ishlardir. Umar radhiyallohu anhuning 11 rakatlik tarovih namozini jamoat bilan o'qish sunnatini terildirishi buning bir misolidir. Toki yaqinqi yillargacha Sham zamonlarida kishilar hayit namozlarini masjidda o'qish yaxshi deb qarab, masjidda o'qiydi. Shu sababdan sunnat bayrog'ini ko'targan kishilar o'tirg'i chiqib, hayit namozini ochiqlikdagi namozgohlarda o'qishning sunnat ekanligini ta'kidlashdi. Ya'ni shuningdek, bu diyordagi avom va taqlidchi kishilar tarovih namozini 20 rakat deb qaraydi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'lga qo'ygan va sahaba radhiyallohu anhumlar ergashgan sunnat ta'kidlangandan keyin bu da'vatchi olimlar haqida islomda yaxshi bir yo'l ochdi,
ya'ni bir sunnatni terildirdi deyildi. Allohning shariati tark etilgan hayotga amaliy tatbiq qilinish orqali musulmonlar dunyosini nurlantirishi kutilayotgan sunnatlardandir. Allohning shariati ba'zi zolimlar tarafidan turmushdan yiroqlashtirilib, g'arbning eshindillari shirk ahlining fikr dashqonlari tarafidan chetga qiqilgan. Amaliyotda bo'lsa, mayli shaxs, mayli jamiyatning cho'ng kichik barliq ishlarga tatbiqlanadigan qonundir. İnsaniyetni davrimizdagi petib qolgan bu chirkin patqoqlikdan Allah kimlar tarafidan tuzib chiqilib, Allohning shariatining o'rniga dastilgan bu puchak qonun tuzumlardan qutuldirib, Allah bekitgan nizomlarni kuchga ega qilgan kishi uchun islomda yaxshi bir yo'l ochdi deyiladi. Shundaqla boshqalar u ochgan bu yo'lni mangsa, ularning ajrlaridan hech narsa kemayib o'tilmasdan ajriga o'xshash ajr oladi. Musulmon hukmdorlar buni bir fursat deb tonish kerak edi. Mehmet Ali Paşa Fransiya qonunlarini import qilib, Rifa'a Tahtaviga tarjima qilg'izib, uni Misrda ijro qilishga boshlaganda, boshqa hukmdorlarmi uni do'rashga boshlagan. Mehmet Ali Paşa bu qilqi orqali islomda nachar bir yo'l ochgan hisoblandi. Javobning turli nuqtalardan texmi ro'shandirilishi uchun shularni qistirma qilmoqchimiz. Birinchi, islomdagi yaxshi bir yo'l ochgan kishi degan so'zni qilgan zot, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har qanday bid'at ozg'inlikdir degan so'zni qilgan samimiy, to'g'ri so'zlik, söz harakatlarining rostligi dalillangan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bir-birini inkor qiladigan gaplarni qilishi mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlari orasida hargiz o'zaro zidlik yo'qdir. Shu vajidan bir hadisni qabul qilib, yana birisidan yuz o'rish joiz emas. Bunday pozitsiya Qur'oni Karimda qattiq tanqid qilinganidek, Qur'onning bir qismiga iymon keltirib, bir qismini inkor qilishga o'xshaydi. Ikkinchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bid'atni o'tirg'i chiqarsa demasdan, kim yo'l, ya'ni sunnat ochsa degan. Buningdan sirt islomda degan shartni qo'shgan. Ammo bid'at islomga tava emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi yo'l degan, ammo bid'at yaxshi emas. Uchinchi, salafdan hech biri mazkur hadisdagi yaxshi yo'l, ya'ni sunnati hasana ni insonlar o'z xiyoliga ko'ra paydo qilib olgan bid'at deb izohlagan emas. Shu sababdan bid'at ahlining o'z bid'atlarini yaxshi bid'at deb atib olish jihatda ilgari surgan hujjatlari inovatsiz bo'lmoqda. Uchinchi, urf odat. Birodarim, siz shuni bilishingiz kerakki, haq uningga ovoz qo'shgan kishilarning ko'pligi yoki taratqulardan ko'p o'rin olgan ko'rinishlarning kuchi bilan tonilmaydi. Aksicha, haq egisi yolg'iz qolgan taqdirdami parlab nur chechib turdi. Salaf solih mushu ma'noni quvvatlaydigan so'zlarni qilgan. Cümleden Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu şundaq degan. Cemaat degan yalğız qalgan taqdirdimi haqqa ergashgan kishidir. Lalikai Şerh usulü itiqadi ahli sünne ve cema'a 160. İbn Asakir Tarih Demeşik. Salaf salihlerden biri şundaq degan. Haq yo'ldan ayrılma. Haq yo'ldan ayrılgan kishining yo'li haqdir. Haq yo'ldan ayrılgan kishining yo'li battildir. 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 Haq yo'ldan ayrılma.
bu yo'ldagilarning ozligi seni tushkunlashtirmasin. Batıl yollardan ehtiyot qil. Halokatga ketayotganlarning ko'pligiga aldanma. İbn Qayyim Javziyaning Madarijis Salikin 22:1 qarang. Sıratal mustaqim, ya'ni salaf solihlar mangan to'g'ri yo'ldan boshqa yo'lga qiyib ketganlarning soni qanchalik ko'p bo'lishidan qat'iy nazar hech bir qadr qimmati yo'qdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom g'irb holatda boshlandi. Boshlangan vaqtidagidek g'irb holatiga qaytdi. Shu g'iriblarga xo'sh muborak bo'lsin deganda sahobalar ular kimlar ya Rasululloh deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ular insonlar buzilganda isloh qiluvchi kishilardir deb javob berdi. Sahih Abdullah ibn Mas'ud, Jabir ibn Abdullah, Sahl ibn Sa'id, Abdurrahman ibn Sanna, Sa'id ibn Abu Waqqas radiyallohu anhum qatorliq bir turkum sahobalardan rivoyat qilingan. İnsanlar buzulganda isloh qilg'uchi bo'lgan bu g'iriblar sunnatlarga mahkam yepishib bid'atga urush ochganligi uchun soni oz bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'iriblar nima degan baxtlik? Ular soni ko'p va o'zi nachar kishilar orasida soni oz kishilardir. Ularga itoatsizlik qiladiganlar itoat qiladiganlardan ko'pdir degan. Ahmad 222 217 Abdullah ibn Mubarak Zuhud 112 Hasan. Ey mu'min birodarim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga chin yepshish, bid'atlar va bid'atchilardan yiroq turish orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning birodarlaridan bo'lishga erisman bo'l. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birodarlarimni ko'rishga erismanman deganda sahobalar biz sizlarning birodarlari emasmi ya Rasululloh dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar mening sahobalarimsizlar. Birodarlarim bo'lsa tek kammidi degan. İmam Muslim, İmam Nevavi 137'de 138-3. Eni şu g'iriblar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning birodarlaridir. Ummat tabriqchilik tushganda ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga mahkam yepishmoqda. Atrofni zulmat qoplaganda ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati orqali to'g'ri yo'lni topmoqda. Ular nima degan baxtlik? Qaytadigan joyi nima degan go'zal ha? İlim ahlining nazarida bu xususdagi o'lcham Shayxul Islom Ibn Taymiyaning bayon qilganidekdir. İnsanlarning amallarini ikki turga bo'lishga bo'ladi. Uning biri kishi ibodat sifatida ko'rib, oxiratda yoki ham dunyoda ham oxiratda foydasini ko'radigan ibodatlar. Yana biri turmushdagi odatlar. Ibodat jihatdagi asli qoida uning faqat va faqatla Alloh tarafidan bekitilganligidir. Odatlar jihatdagi asli qoida bo'lsa, uning Alloh tarafidan cheklanmaganlar ahvolda durust bo'ladiganligidir. Sıratal mustaqim 582. Shayxul Islom Ibn Taymiya yuqorqilardan sirt, ya'ni shundoq degan. Odatlar insonlarning dunyo hayotida muhtoj bo'lgan ishlardagi ko'ngan qilmish atmishlardir. Bu jihatdagi asli qoida uning cheklanmasligi, ya'ni joizligidir. Odatlarni faqat va faqatla Alloh subhanahu va taolo cheklayalaydi. Chunki buyurish va cheklash Allohning shar'atidir. Ibodat
çoqum Allah subhanahu va taala tarafidan buyurilgan bo'lishi, ya'ni o'zi bilibla qilib bilinmasligi kerak. Shu sababdan İmam Ahmad ve ahli hadisdan bazı faqihlar shundoq deyishgan. İbadetlardagi asli qoida uning tavqifiy bo'lishidir. Har qanday bir ibodatni faqat va faqatla Allah subhanahu va taala bekitalaydi. Agar buningdan zid yo'l tutsa, Allah subhanahu va taalaning shu so'zlarining doirasiga kirib qolamiz. Tarjimasi: ularning Allah ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlari bormi? Sura Shura 21-oyat. Odatlardagi asli qoida shariat tarafidan cheklanmaganlar taqdirda uning afu qilinadiganligidir. Odatlar ichida faqat va faqat Allah harom qilganlarla cheklandi. Agar buningga zid yo'l tutsa, Allah subhanahu va taolaning shu so'zlarining doirasiga kirib qolamiz. Tarjimasi: aytqinki, Allah sizlarga tushirgan va o'z xohishinglar bo'yicha ba'zisini harom, ba'zisini halol qilgan rizqlar to'g'risida nima deysizlar? Sura Yunus 59-oyat. Bu intayin muhim, foydali qoidadir. Al-Qavaidun Nuraniyya 22-bet. 4. Başqa gunohlar bilan bid'atlarni o'xshash deb qaraylish. Bid'at başqa gunohlardan texmi qabihdir. Bu haqda Sufyan Thawri rahimahulloh shundoq degan: bid'at iblisga gunohdan texmi so'yimlikdir. Chunki gunohdan tavba qilinsa-mu, bid'atdan tavba qilinmaydi. Abdullah ibn Jahd Musnad 1885. Lalikai Ahli Sünne vel Cema'a İtikadi Şerhi 1885. Abu Naim Heyla 26-7. Said ibn Jubayr shundoq degan: o'g'limning fosiq va hiylagar bir sunnatchi bilan do'st bo'lishi men uchun ibodatkor bir bid'atchi bilan do'st bo'lishidan so'yimlikroqdir. Ibn Batta Al-Ibana Kubra 132-bet. Shayxul Islam Ibn Taymiyya rahimahulloh shundoq degan: bid'atdan tavba qilinmaydi degan so'zning ma'nosi shuki, Allah va Rasuli bekitmagan bir narsani din qilib olgan bid'atchining bu nachar ishi o'ziga chiroyli ko'ringachga uni yaxshi ish deb o'ylab oladi. Shundaqla yaxshi ish deb o'ylab olgan muddatda uningdan tavba qilmaydi. Chunki tavbaning beshi kishining o'zi qilgan ishining tavbani taqozo qiladigan nachar ish ekanligini bilishidir. Aslida nachar bo'lgan bir ishni yaxshi ish deb qarab olgan kishi shu ko'z qarshidan yanmog'icha tavba qilmaydi. Majmu'al Fatawa 1910. Ibn Taymiyya rahimahulloh yana shundoq degan: sunnat va ijmoga ko'ra bid'at ahli shahvatdan manbalanadigan gunoh ahlidan texmi nachardir. Chunki gunohkorlarning gunohi o'g'rilik, zina, aroq, molni harom yo'llar bilan yevilish qatorliq cheklangan qilmishlardir. Bid'at ahlining gunohi bo'lsa, sunnatga va mu'minlar jamoatining yo'liga ergishish jihatda o'zlariga qaratilgan buyruqni tark etishdir. Majmu'ul Fatawa 103-20. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Sunnatdimi mushxil farqlantirish mavjud. Bu vaqtki mundaq ikki hadisni misol qilish mumkin. Bir odam aroqni ko'rib ichganlikdan
haroqkash deb atiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning holidan kulatdi. U har qitim aroq ichganligi sababli Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yeniga elib kelinganda had jazosi sifatida kaltaklanadi. Bir qitim bir sahaba Allah onunğa la'nat qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yeniga nima degan ko'p qitim akilindi dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam onunğa la'nat qilma, chunki u Allah'ni ve Resulünü yaxshi ko'rdi dedi. Buxoriy Fathul Bari 75-12'de Ömer ibn Hattab radiyallahu anhudan rivayet qilingan. Bid'atlar to'g'risida bo'lsa, bunu hadis misal keltirildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir narsalarni taqsim qilgan edi. Do'qomanlay chechi tushirib etilgan ve peshanasida sajda izi bor bir odam uning yeniga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taqsimotiga e'tiroz bildirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu vaqtda shunday dedi: Buning naslidan bir qavm chiqadi. Sizlardan biringlar ularning namozining oldida o'zining namozini oz sanaydi. Ular tutgan ro'zining oldida o'z ro'zisini oz ko'rdi. Ularning Qur'on tilovat qilishi oldida o'z qiroatini oz sanaydi. Ular Qur'onni o'qiydi, ammo Qur'on ularning bo'g'zidan o'tmaydi. O'qning yodin etilib chiqqanidek ular dindan chiqib ketadi. Agar ularni uchratsam, cho'qim Ad qavmini qirg'andek qirib o'tdim. Buxoriy Fathul Bari 67-8-552-10. Aroq ichgan bo'lsa-mu, la'natlanishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan cheklangan va u Allohni va Rasulini yaxshi ko'rdi so'zi orqali e'tiqodining to'g'ri ekanligi dalillangan kishi to'g'risidagi hadis gunoh ma'siyatning amallardagi ozg'unlik ekanligini ko'rsatadigan dalildir. Buning aksicha nihoyatda ko'p namoz o'qishiga, ro'z tutishiga, Qur'on o'qishiga va peshonasida sajda izi borligiga qaramasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga e'tiroz bildirgan yana bir kishi to'g'risidagi hadisda bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning avlodlarining nihoyatda ko'p ibodat qiladiganligiga qaramasdan ularni o'ldirishga buyurgan. Ular ibodat va zuhd ahli bo'lish bilan bir vaqtda bid'atchi bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashundoq buyruq tushirgan. Mashhur qissada qayd qilingandek, ular zikr qilish uchun halqa bo'lib o'ltirganda Abdullah ibn Mas'ud radiyallohu anhuning kayishiga uchirgan. Shuningdan keyin Nahravan urushida Ali ibn Abu Talib radiyallohu anhuning qo'mondonligidagi sahobalar bilan uchrashgan kishilar shudir. Buningdan sirt Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Bular to'g'risida bid'at sodir qilgan yoki bid'at sodir qilguvchiga panohlik berguchilarga Allohning, farishtalarning va butun insonlarning la'nati bo'lsin. Buxoriy Fathul Bari 41-12-281-13. Hafiz ibn Hajar rahimahulloh Fathul Bari'da qayd qilgandek, bu hadisning hukmi barliq bid'at va bid'atchilarni o'z ichiga oladi. Bu ravishda bid'atning islomda naqadar nachar qilmish ekanligi, gunoh ma'siyatlardan texmu qabih ekanligi oydinlashdi. Chunki ma'siyatlar badan bilan qilingan xatolik bo'lsa, bid'atlar aqidadagi ozg'unlik, iymondagi buzuqlikdir. Alhamdulillah, yuqorida Şeyh Salim al-Hilali hafizahullohning bid'at va uning ummatga solgan ziyonlari risolasidan bid'atning yaxshisi bor degichilarga raddiya temasining davomini angladinglar.
Axirini keyingi qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.